Bunaqasini endi ko'rishim. Nexus 3 ta bo'lib. Qaranglar. Damazda uzilganini ko'ruvdim. Donusda ko'ruvdim. Lekin Cobaltda ham ko'rganmiz. Qatirayotgan paytda, yig'ayotgan paytda uzib olganlarni ko'rganmiz. Shunaqa holatda bo'lganda, lekin bu yurib ketayotgan holatda uzilganini endi ko'rishim akalar. Nexia 3. Endi yana nima deyman? Taxmin qilib ko'ringlar, nimadan uzilgan bo'lishi mumkin? Kommentariyada yozinglar akalar. Qaranglar, lekin prosta bor-ku, dahshat uzilganda. Uni qatriyati buzib olmagan, yo bir qo'lidan tushib ketmagan boshqa. Yurib ketayotgan mashinada ovoz chiqqan, to'xtatgan, ochuvdi mana shu ahvol akalar. Bilaman, professionallar bor. Yozinglar akalar. Biz o'qib turamiz. Ungacha ishini boshlab turamiz.